Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Tamga yozilgan she'r. 2014-yil avgustning oxirgi kunlari edi. Bir avtobusga chiqarilganligimni biletdim. Ammo beshimga qora xalta kiydirib, qo'limga ishkal, putumga kishan silib, buncha sirliq yo'sinda naga ilib manganligini bilmaydim. Ko'zim hech nimani ko'rmaydi. Quliqim mashina ichidagi yo'tal va pushultashlardan boshqa hech narsani anglamaydi. İnsonni qo'rqinchga soladigan bundoq aniqsiz, vahimalik, sirliq safar hayotimda mushuning bilan 4-chi qitim yuz beryotadi. Tunji qitim 2013-yil 19-avgust kelgan mehmonlar beshimga qora xalta kiydirgan edi. 20-avgust Tangirtog rayonluq Jixi idorasining yer ostiga joylashgan so'roqxonasida yarim kun haraj tartgandan keyin yana mushundaq qora xaltaliq ilib mangilgan edim. Tangirtog qamoqxonasidan qora xaltaliq yana mushundaq sur hayvilar va qo'rqinchli oqibatlar bilan ogohlantirishlarning iskanjisida Leo Davanga put-qo'llarim bog'lanib yo'tkaldim. Mana amdi qamalg'anға bir yildan eshibmi, sotda kesilibmi bo'lganda, yana qora xalta bilan mashinaga tushdim. Nagilib barar? Nima ko'rgulik bu? Mashinadan bileklarimizdan qamalligan qo'llar ilib tushdi. Ko'zimdan qora xaltani olganda qarasam, bir zalning ichida turibdiman. Har tarafda qurolliq askar, birər yüzdək mahbus qatarida do'stim Məhəmməd Sidiqni saq ko'rib xo'sh bo'ldim. Ammo Dilyar yo'q. Qaraganda bu yo'tkash bir yil burunqi Leodavan qamoqxonasiga palashdek bizgila qaratilgan bo'lmasa kerak. Balkim Leodavanga to'lib ketgan Uyg'ur siyosiy mahbuslar sababli tarqoqlashtirilgan bo'lishimizmi mumkin edi. Yangi yo'tkalgan mahbuslar orasida Uyg'urlar oz, siyosiy mahbuslarmi ko'p emas edi. Zalda Tangirtog qamoqxonasida men bilan bir kamerda yotgan kishilarmi bor edi. Tilsiz Dilmuratga o'xshaydigan yana bir mahbus kishimi bor edi. Mahbus kiyimidagi xatlardan qaraganda bu qitim Ko'ktoqqa yo'tkalganlar Leodavandinla emas, boshqa qamoqxonalardanmi bordek qiladi. Kamerlarga taqsim qilishdan burun qon oldi. Har qitim qon ilinganda aydiz va boshqa yuqumli kasallarga oid savollar so'raladi. Aydiz bo'lgan mahbuslar bilan bir qatorga tizlatdim. Manga sanjiladigan ashu yanglarning uchida xuddi aydiz virusi qimirlab turgandek ko'rinib, bearam bo'latdim. Bundaq chaqlarda sestralarning zahar chekamsan, fohishlar bilan aralashamsan, haftada qancha qitim degan savollari, ularning nijosatdan saskangandek qarashlari va qo'pol varqirashlaridan bakrak ig'ir keladi. O'chratda turganlar ichida birining "Menda aydiz bor" deganligini anglab, tinimga titrak olishib ketdi. Qamoqqa ilinishdan burun aydiz bemorining qandoq bo'lganligini ko'rmagan ekanman. Qamoq hayotimda yo'qib qolarmi deb qo'rqqancha, qirishqandek yuqumli kasallardan neri bo'lolmadim. Aydiz, betipliq jigar yallug'i, tuberkulyoz degandeklarga giribdor bo'lganlar har kamerda kam bo'lmaydi. Men yetib baqqan kamerlarning har birida ularni uchratdim. Ba'zilari bilan paranglashdim, hatto do'stlashibmi qoldim. Ammo ko'nglimda meni parakanda qilib turadigan qo'rqinch, ansizlikdan qutulolmadim. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar degandek, yangi taqsim qilingan kamerga qadam besibla diqqatimni tortqini oldingi ratda eshikning yonida o'ltirgan, yuzida qanshardin boshqa a'zolar g'uva ko'rinadigan bir mahbus bo'ldi. Sarg'uch, shalong, nursiz chochlar, go'shlari qirvilingandek inchika uzun barmoqlar, kang ishtonning ichida cho'kidek o'ynab qolgan pochoqlar, ikki tal so'ngak burtib chiqqan kasa uni tashqi planetadan kelgan g'alita maxluqdek ko'rsatdi. Shu hamon xirvoinkash, aydiz degan uchurlar mingimga yig'ilib, meni parakanda qilishqa, hardek g'ung'uldashqa, nervalarimni chiqishqa boshladi. Urumchida qamalgandan biri xirvoin chekib, aydiz bo'lib purilishib ketgan kishilarni ko'rib turgan bo'lsammu, lekin turqi bu qadar xarob birsini uchratishim tunji qitim edi. Ko'nglimda xirvoinkashlik va
Aydiz uzun so'zilsa mushundoq bo'lamdi nima? Viruslar tanga to'liq tarab, quvvatni asta-asta quritib, immunitetni vayron qilib, kishini mushundoq barbod qilsa kerak, deb o'ylab siqilishga boshladim. Yangi qamalgan uchaylan kamerga kiribla pagahda qo'limizni gadanlarimizga olgancha turdik. Bu kamerning purqi bosh qayg'udek sesiq bo'lib, man Qashqarda qamalgan Yanbuloq qamoqxonasini eslatdi. Qarasam, hojatxona taxtay supining oxirgi bir uchida ekan. Bumu ozgal ko'linib, ustiga yasalgan hojatxona bo'lsa kerak. Taratning purqi kamerni bir olgan edi. Gundupayning burniga maska taqvalishi va xuddi biz kamerga tartib kirib ketadigandek alman talman ishikni jalaqiltib yepivilishi ashu badbo'y puraqdan bo'lsa kerak. Uning kamerdagi birini ayni deb xitoycha chaqirib bizni shuningga topshirib qo'yib ketganidan qaraganda kamer boshlig'ining ismi G'ani bo'lsa kerak. G'anining ismi chaqirilgandan qaraganda bu qamoqxonada mahbuslar nomeri bo'yicha emas, balki o'zining ismi bilan chaqiriladigan o'xshaydi. Buningdan mamnun bo'lib qoldim. G'ani qo'lini yanchuqiga silib, dolisini chiqarib, bagahda minib yuratdi. Taxta supida 3 qator bo'lib, odatdagi kiyimlik 12 mahbus, yerda qizil kiyimlik 4 mahbus bir qator bo'lib o'ltiratdi. G'ani mahbuslarning badashqon qurib, qo'llarini tizlariga qo'yib, diqqatda tik o'ltirmaganlarini tanqidlagach gap satatdi. Kamerlar bir tutash loyihalangan bo'lsa kerak. Bu kamer man Qashqarda yotgan, Urumchida ko'rgan boshqa kamerlardan farqsiz edi. Kiyimlarda Michuan Ko'ktog' qamoqxonasi degan xitoycha xat turardi. Demak, men Urumchidagi mahbuslik hayotimni shaharning bir uchidagi Tangirtog' qamoqxonasidan boshlab, yana bir uchidagi Ko'ktog'da davom qilmoqda edim. Yangi kaldaxunlar tamga qaratib turg'izib qo'yildik. Jinoyatimizning nimaligi so'ralgandan keyin gap hisobimizdagi pulga kelganda yenimdagi do'rday kalpuk Xitoy 3000 so'm bor deb varqirdi. Meninkida 500 so'mdek pul bor edi. Yana bir yangi mahbusning hisobida pul yo'q ekan. Bechora tuzukrak unmu chiqarmadi. Yaxshi yeri Ko'ktog' qamoqxonasida yangi kirganlar yalang'ochlanmaydi ekan. Chataq yeri bu yerda Leodavandikiga o'xshash kamerning orqa eshigida havolanadigan bo'shliq bor ekanu, taqoq ekan. Leodavanda kamerning ichida chichotka, qacha, koroshka, lo'nga, qaynoq suv to'shqizilgan bak va tomoq oladigan chelaklar turadigan bir oshtaxta bor edi. Bu qamoqxonada undoq bir yer yo'q ekan. Tomoq qachilarimiz va koroshka lo'ngalar taxtay karavotning ostiga silinadi ekan. Tamaq yeydigan qachining kunduzi oyoq turadigan yerda, kechalari oyoqlarining yonida turishi menga tasavvur qilg'isiz bir g'alatilik bo'lib tuyuldi. Burunqi qamoqlarda mahbus kiyimini to'liq kiyib o'ltiratdik. Bu yerda ba'zi mahbuslar o'zining ishtinini kiyibapti. G'ini bizni tamga qaratib bir turg'izgancha tushlik tamoq vaqtigacha medirlatqizmadi. Televizordan o'tiladigan darslarmi bo'lmadi. Tangirtog' qamoqxonasida har dushanba, Leodavanda har kuni soat 10larda kamer tekshirish bo'ladi. Ko'ktog'da bundaq mashg'ulotmi yo'q. Hatto men burun yotgan qamoqxonalarda 2 soatda bir beriladigan qaynoq suv va har 2 soatda bir beriladigan 10 minutlik dam olishmi yo'q edi. İçim pishib, oldimdagi tomga tafsiliy qarab chiqdim. Tomda xitoycha, uyg'urcha kimlarningdir ismlari osonla ko'zga chiliqatdi. Ancha muncha muhabbatga doir qo'shoqlarmi uchrab qoladi. Esimda qolgan qamlashqanroq birida bir kun o'tdi, bir tog' ochdim, tuman to'sdi quyoshimni, umid rishtim uzilgaymu, ko'ralmasam qayoshimni deb yozilgan edi. Tamga yana bir kalendar sızılgan bolup, buni sızgan mahbus 2014-yil yanvarning 13-kuni tutilgan yoki shu kuni Ko'ktog' qamoqxonasiga solangan bo'lsa kerak. U kalendarga shu kundan boshlab belgi qo'yib mengibdi va har kuni kalendardagi birdan kunga belgi urib chiqibdi. U 21-avgust qo'yib berildimi yoki turmaga yo'tkilib ketdimi? Shu kundan keyingi chislalar belgat qo'yuqsiz qolgan edi.
Mən hech kim qaramasda kalendardagi 26 avgust kuniga belga urib qo'ydim. Alqandek kalendarning ustiga sinchilab qarasam, bilinmagidek imir-chimir qilib Uyg'urcha muno she'r yozilibdi. Sen yer yuzidan palangan makon. Mən seni izlab azğan sərgərdan. Sen toğraqlarning tomurida qon. Mən hər baharda köklügən arman. Sen manga taliq tug'ilgan canan. Mən visalsız qağjırgan can. Sen sulalamsan qilingan payxan. Mən təxti bəxti kül bolğan xaqan. Bu she'r Kerimjon Sulaymonning "Men eng yoqtiradigan sen" degan she'riga o'xshaydi. U she'rda sen aytay debmi aytolmagan kuy, ishik echib bermagan tug'um. Sen bilib turib to'layolmagan ana bilan ma'nidosh uqum. Men izlagan mening yo'qliqim degan misralar bor edi. Bu she'r menga Kerimjon Sulaymonning mazkur she'rdan ta'sir ilib yozilgandek bilindi. Menga Kerimjon Sulaymonning she'riga o'xshash she'rlarni o'qib ta'sirlanadigan, mushundaq she'rlari bilan qulluqqa band qalblarga o't yoqqan, o'zi yoqqan o'tda oldi bilan o'zi ko'yib, qamoqqa loyiq bo'lgan shu shoir suyumlik edi. Tirnoq bilan yozilgan, qurlari bir-biriga kirishib ketgan, bu she'rga soatlab qarab turib ketgan edim. Xuddi shu misralar ichidan, shu imir-chimir Uyg'urcha harflarning orasidan shoirning chiroyini ko'rmoqchi bo'lgandek sinchilab qaraydim. U she'rni xuddi tutsamla to'zib ketadigandek, barmoqlarimning tegishi bilan men shu misralarni qayta ko'rolmaydigandek bir tuyg'uda bo'lgan edim. Menga qamoqda hayotga boshqacharak qaraydigan, reallikni o'zgacha usul bilan tushundiradigan, uxlash, qo'pish, yeyish, chiqarish va kutish bilanla o'tayotgan kunlarga boshqacha bir ma'no beralaydigan birini ko'rsam deydim. Menga shundoq kamirdoshlar nisb bo'ladigandek tuyulatdi. Ular hurlik, vatan, muhabbat degandek ta'birlardan teshib ketadigan harflar bilan mangu yezib tasvirlab bo'lg'ili bo'lmaydigan, har qancha yozsimi, ta'riflasimi, ma'nisining yana bir yerlari chala qolgandek tuyuladigan temalarni yoza oladigan kishilar edi. Mening shularni ko'rgum, shular bilan bir kamirdosh bo'lg'um bor edi. Men kamirdagi xiyollarni so'roq, qiynoq, tuzoq, taftish, sud va qamoqlarga yem bo'lib ketmasa, aqlimizni mushularga taqobil turishning halakchiligida xo'rab ketmasikan deydim. Men tinimiz mahkum bo'lgan bilan ruhimiz band bo'lib qolmasa, bugungi mahbuslik hayotimizga el bo'lmasak deydim. Men g'oyalarimiz g'iribsinib, so'lishib ketmasa, ko'nglimiz bog'liqqa ko'nib qolmasa deydim. Men hayotning ehtimolliqlarga, imkonlarga to'lganligiga, irodaning kuchiga, g'oliblikqa intilgan, umidga to'yingan ruhning qudratiga ishonatdim. Ammo oq tikandek arzimas, takli makondagi yegona yantoqdek qadrsiz yolg'iz edim va qamoqda xiyollarimga qanot chiqaradigan bir do'stim bo'lishini orzulab qolgan edim. Tutilgandan beri quloqlarimga anglanadigan uzun umr, salomatlik, tinch amonlik tilash bilan tugallanadigan duolardan bezor bo'layotgan edim. Bu duolar xuddi menga o'lmaslik uchunla yashashni, umrga qarzimiz bordek tirmishishni, tiriklik uchun tipirlab, temisqilab yurishni singdirgandek, o'gitayotgandekla qiladi. Men kelgusimiz kun kechirishning g'amlari va tug'um bilan o'lim orasiga qistirilgan rivoyatlarga dafna qilib etilmasa deydim. Arman degan uqum o'lishdan qo'rqish va qandoq o'lish bilanla bog'lanib qolmasa, men arman qilgan o'lim, hurlar bilan to'lgan o'zim yashaydigan jannatdanla emas, hamma odam hur yashaydigan, hurlik bilan zinnatlangan bir vatanni yaratgan deydim. Men o'zimni doim qandoq o'lishni tanlayotgan odamdekla o'ylaydim. Shunga menga o'lim ancha sirliq, vahimlik tuyulmaydi. Ammo men o'lganda ruhimning qancha kishini ruhlantiradiganligi bilan aslansam, tenimni ko'mishga qancha kishining qatnashganligi bilan hukmlanmasam deydim. Yaşsam söygenlerim üçün,
ularning hurligi uchun yashagan, ichiga sig'mas isyonkorlik, beqarorlik va ma'nisizlikni yengish, kecholmaydigan muhabbat va erkinlikni qo'g'lishish uchun yozgan, qinib yashab boqmagan bir vatan, zariqqan bir makon uchun jon abadiy aromini topadigan, hech kimning ko'ziga qarmaydigan, hech kimning qishiga qistalmaydigan, hech bir insonning oldida qisilmaydigan, hech bir yerga haydab surilmaydigan, adoqi bir surgungoh, oxirgi bir panohgoh, mangulik bir aromgoh qurib chiqish uchun yig'laydigan, kuladigan va gezini keltirib o'ladigan biri bo'lib yashasam deydim. Man qamalgandan buyon o'qigan bu tunji she'r meni xili vaqtgacha mastak qilib qo'ygan edi. Hayotidagi ma'nolar mujassamlangan uqumni sen deb atagan, qalbiga tug'ilgan dilbar, vatanga shu qadar oshiq bo'lgan bu shoirning kimligi meni qiziqtiradi.